Yegan ovqatimiz qanday qilib energiyaga aylanadi? Nega jig'ildonimiz qaynaydi? Oshqozondagi kislotaning vazifasi nima? Gigiyena qoidalarini hazm qilish sistemasiga nima aloqasi bor? Bugungi darsda shu savollarga javob beraman va hazm qilish sistemasini tushunarli tilda o'rgataman. Hazm qilish sistemasi og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Og'iz bo'shlig'ida 3 ta eng muhim organ mavjud. Bu til, tish va so'lak bezlari. Tish haqida oldingi darsimizda batafsil gaplashganmiz. Tishning yaxshi shakllanishi oziqning yaxshi maydalanishiga yordam beradi. Oziqning yaxshi maydalanishi esa hazmni yengillashtiradi. Til 3 ta asosiy funksiyani bajaradi. Bular birinchisi ta'm sezish, ikkinchisi oziqni aralashtirish va uchinchisi va eng muhimi bu ovqatni yutish. Ta'm bilish funksiyasi bo'yicha til 3 ta zonaga ajratiladi. Tilning oldingi zonasi, ya'ni til uchi. U yerda shirinni sezuvchi, tilning ikki tomoni, ya'ni til cheti. U yerda sho'r yoki nordonni sezuvchi va tilning ildizi. U yerda esa achchiq ta'mni sezuvchi retseptorlar ko'p joylashgan bo'ladi. Sutka davomida 0,5-2 litr so'lak suyuqligi og'iz bo'shlig'iga quyiladi. Bu suyuqlik til osti, jag' osti va quloq oldi so'lak bezlaridan ajraladi. So'lak tarkibida amilaza fermenti mavjud. Amilaza fermenti uglevodlarni maydalashga yordam beradi. Shuning uchun ham nonni ozroq muddat og'zimizda chaynab turadigan bo'lsak, shirin ta'm yuzaga chiqadi. Ikkinchi modda bu lizatsin moddasi. Lizatsin moddasi mikroblarga qarshi kurashadi va og'izdagi yallig'lanishlarni yo'qotadi. Og'izda o'zgarishga uchragan ovqat halqum orqali qizil o'ngachga o'tkaziladi. Halqum nafas yo'li va hazm qilish oralig'ida joylashgan organ bo'lib, halqum orqali havo nafas yo'liga, ovqat esa qizil o'ngachga o'tkaziladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Halqumdan keyin hiqildoq va halqumdan keyin qizil o'ngach joylashgan. Hiqildoq usti tog'ay mavjud bo'lib, bu tog'ay ovqatni nafas yo'liga o'tmasligini ta'minlaydi. Ya'ni biz nafas olayotgan paytimizda u havo tog'ay ostidan nafas yo'liga o'tib ketadi. Agar mabodo ovqat yoki suv yutadigan bo'lsak, tog'ay yopilib, nafas yo'lini himoya qiladi. Qizil o'ngach xuddi ko'prik singari hiqildoqdagi ovqatni oshqozonga o'tkazib beradi. Bunda uning muskullari ishtirok etadi, ya'ni muskullarning qisqarishini hisobiga oziq qizil o'ngach orqali harakatlanib, oshqozonga tushadi. Bundan tashqari qizil o'ngachning ichki devori shilimshiq modda bilan qoplangan bo'lib, bu esa ovqat harakatini yanada osonlashtiradi. Qizil o'ngach haqida gapirganda joga yoki jig'ildon qaynashi nomi bilan mashhur bo'lgan holat haqida gapirmaslikning iloji yo'q. Eng qizig'i, odamda jig'ildon mavjud emas. Jig'ildon bu donxo'r qushlarni zaxira ovqatini to'playdigan qismi. Ammo biz jig'ildon qaynashi deb aytadigan bu holat aslida oshqozondagi kislotani ko'payishi va natijada uni qizil o'ngach devorini kuydirishi natijasida paydo bo'ladi. Xo'sh, jig'ildon qaynashi yoki joganing sababi nima? Bu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Albatta, hozir men buni sababini aytaman. Oshqozonda kislota miqdorining ortishi odatda juda shirin yoki juda achchiq mahsulotlarni yeganimizda yoki ovqatlanish tartibini buzgan paytimizda yuzaga keladi. Ya'ni oshqozon katta kuchlanish bilan bu ovqatni yoki bu achchiq yoki shirin mahsulotni hazm qilishga harakat qiladi. Shuning uchun ham u ko'p kislota ajratib chiqaradi va bu ortiqcha kislota qizil o'ngach devorini kuydirishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bizda noqulay vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Agar ovqatni hazmi uchun 4 soat vaqt ketsa, uning yarim 1 soati oshqozon kechadi. Ya'ni oshqozonda faqat fermentlar ishtirokida ovqat hazm qilish emas, balki oshqozonni o'z muskullarining hisobiga ham ovqatni maydalanishi sodir bo'ladi. Bunda yarim 1 soatdan keyin oshqozondagi ovqat, ya'ni maydalangan ovqat ichakka o'tadi va ichakda qayta hazm qilish jarayoni boshlanadi. Balki shuning uchun ham yarim 1 soatdan keyin odatda sayr qilish tavsiya qilinadi. Oshqozonda maydalangan ovqat oshqozondan 12 barmoq ichakka o'tadi. Lekin ba'zida bu holat yuz bermasligi mumkin. Natijada oshqozon joylashgan joy, ya'ni qorinning yuqori qismida og'riq yuzaga keladi. Buning sababi esa oshqozon fermentining pastligi va uni faoliyatini yaxshi ishlamayotgani bo'lishi mumkin. Ovqat 12 barmoq ichakka tushganda, uni hazm qilish uchun me'da osti bez suyuqligi va jigarning o't suyuqligi 12 barmoqli ichakka quyiladi. 12 barmoqli ichakdagi yog'larning emulsiyalanishi, ya'ni yog'larning hazm bo'lishiga javobgar bu o't suyuqligi hisoblanadi. O't suyuqligi jigarda hosil bo'ladi va o't qopi va o't yo'llari orqali 12 barmoqli ichakka quyiladi.
O't qopi xuddiki suv jo'mragiga o'xshab o't suyuqligini 12 barmoqli ichakka kam yoki ko'p tushishini ta'minlaydi. Agar siz yengil, hazm bo'lishi oson bo'lgan ovqat iste'mol qiladigan bo'lsangiz, o't suyuqligi kam tushadi. Agar siz og'ir, yog'li ovqat yegan bo'lsangiz, sizga o't suyuqligi ko'p tushadi. Demak, o't qopi o't suyuqligini kontrol qilib turadigan zona hisoblanadi. Bundan tashqari, o't suyuqligi faqat yog'larni hazm qilish bilan cheklanmasdan, u infeksiyalarni ham yo'q qilish vazifasini bajaradi. Chunki o't suyuqlik tarkibida o't kislotasi mavjud. Bundan tashqari, jigar toksinlarni, ya'ni qondagi toksinlarni yo'qotish funksiyasini ham bajaradi. Bu orqali u tanamizni toksinlardan tozalaydi. Endi me'da osti bezi haqida gaplashamiz. Me'da osti bezi funksiyasining buzilishi faqatgina yog' hazmini emas, balki oqsil, yog', uglevod hazmini ham buzadi. Chunki uni tarkibidagi fermentlar oqsil, yog', uglevod uchalasini ham hazm qilishda qatnashadi. Lekin yog'ni hazm qilishdagi o'rni pastroq bo'lgani uchun unga o't suyuqligi yordam beradi. 12 barmoqli ichakda hazm bo'lgan ovqat ingichka ichakka o'tadi. Ingichka ichak odam bo'yidan 3-4 marta uzun. 12 barmoqlik ichak esa 12 ta barmoq uzunligiga teng bo'lib, odatda 25-30 sm ni tashkil etadi. Ingichka ichak esa 5-6 metrni tashkil etishi mumkin. Ingichka ichakning asosiy funksiyasi bu ovqatni so'rish. Bu uchun uni tarkibidagi varsinkalar deb ataladigan maxsus tuzilma yordam beradi. Varsinkalarda ikki xil tomir mavjud. Bittasi qon tomiri, ikkinchisi limfa tomiri. Qon tomiriga oqsil va uglevod so'riladi, limfa tomiriga esa yog'lar so'riladi. Varsinkalarning ustki qismi bir qavat epiteliy bilan qoplangan bo'ladi. Ha aytgancha, ichakda ikki xil harakat mavjud. Bittasi mayatnik simon, keyingisi peristaltik. Ya'ni mayatnik simon harakat ovqatni shira bilan aralashtiradi. Peristaltik harakat esa ovqatni ichak bo'ylab surilishini ta'minlaydi. Ingichka ichakning yo'g'on ichakka tutashgan qismida chuvalchaksimon o'simta, ya'ni appendiks joylashgan. Appendiks tarkibida juda ham ko'p limfa tugunlari va tomirlar joylashgan bo'lib, uning asosiy vazifasi immunitetni ta'minlash. Lekin ba'zida appendiksda juda ham ko'p infeksiyalar yig'ilib qolib, erta yallig'lanish boshlanishi mumkin. Yallig'lanish boshlangandan so'ng esa appenditsit rivojlanadi. Appenditsitning asosiy belgisi bu o'ng qovurg'alar yoyi ostidagi og'riq hisoblanadi. Endi yo'g'on ichak haqida gaplashamiz. Yo'g'on ichakning asosiy funksiyasi ovqat tarkibida, ya'ni ovqat qoldig'i tarkibidagi mineral moddalar va suvlarni so'rib olish. Va yana bitta muhim funksiyasi shuki, aynan yo'g'on ichakda odamning mikroflorasi joylashgan, ya'ni u yerda joylashgan bakteriyalar bizda vitamin sintezini ta'minlaydi. Bu vitaminlardan biri qon ivishini ta'minlovchi K vitamini hisoblanadi. Hazm qilish a'zolari qanday o'rganilgan? Aslida hazm a'zolarini kuzatib bo'lmaydi. Shuning uchun ham dastlab Basov va Pavlov degan olimlar hazm faoliyatini o'rganishni boshlashdi va ular itda tajriba o'tkazishdi. Tajribalar yakunida ular oshqozondagi hazm suyuqligini toza holda ajratib olishgan. Qanday qilib Pavlov bunday natijaga erishdi? Ya'ni u itning oshqozoniga zanglamaydigan metalldan yasalgan fistula, ya'ni metal naycha o'rnatdi va uning qizilo'ngachini kesib ikki tomonga tikib qo'ydi. Shunda it ovqatlangan paytda ovqat qizilo'ngach orqali oshqozonga tushmadi va oshqozondagi toza hazm shirasini Pavlov alohida idishga ajratib oldi va uning tarkibini o'rgandi. Hozirda hazm faoliyatini o'rganish uchun zondlash, rentgenoskopiya va endoskopiya usullarini ishlatamiz. Demak, bulardan rentgenoskopiya usuli uchun maxsus bo'tqa ichiladi. Bu bo'tqa rentgen nurlarini o'tkazmaydi va shuning uchun ham biz hazm yo'llarini to'liq o'rganib chiqishimiz mumkin. Keyingi usulimiz endoskopiya usuli. Endoskopiya usulida kichik jihoz, ya'ni endoskop hazm yo'llariga kiritiladi va hattoki sekret yo'llari, ya'ni hazm shirasi ishlab chiqariladigan yo'llarni ham o'rganish imkoniyatini beradi. Hazm qilish sistemasidagi kasalliklar haqida to'xtalganimizda, ularni ikkita toifaga ajratamiz. Ularning birinchisi yallig'lanish kasalliklari, ikkinchisi esa yuqumli kasalliklar. Yallig'lanish kasalliklariga gastrit, enterit va pankreatitni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ulardan birinchisi gastrit. Gastrit bu oshqozonning ichki qismidagi, demak, pardani yallig'lanishi natijada odamda
oshqozon qismida og'riq yuzaga keladi. Demak, gastritning sababi nima? Gastritning sababi bu alkogolizm bo'lishi mumkin yoki noto'g'ri ovqatlanish. Demak, buning natijasida kislotani oshishi va oshqozonning ichki qismidagi shilliq pardani yallig'lanishi sodir bo'ladi. Ikkinchisi bu enterit. Enterit ham noto'g'ri ovqatlanish natijasida yuzaga keladi. Enterit bu ingichka ichakning ichki shilliq pardasining yallig'lanishi. Va uchinchisi bu pankreatit. Pankreatit bu oshqozon osti bezining yallig'lanishi bo'lib, buning natijasida bizda hazm faoliyati sezilarli darajada buzilishi mumkin. Endi hazm qilishning yuqumli kasalliklari. Yuqumli kasalliklariga botulizm, ichburuq, o'lat va yuqumli gepatitni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bulardan botulizm odatda turib qolgan ovqat yoki konservalangan, buzilgan ovqatlarni yeyish orqali tanaga kirishi mumkin. Va albatta, hazm qilish sistemasi haqida gapirganimizda alkogolizmni eslatib o'tishimiz lozim. Chunki alkogol mahsulotlari hazm faoliyatini yetarli darajada buzadi. Bulardan eng muhimi alkogol jigarga ta'sir qilib, oldin jigarda yemirilishi, undan keyin jigar sirrozi kelib chiqishi mumkin. Tamaki chekish. Tamaki tarkibida nikotin va benzol moddalari bo'lib, u ta'm bilish retseptorlarining faoliyatini buzadi. Nos bo'lsa, nos tarkibida kul va boshqa nikotinga o'xshash moddalar mavjud. Ular faoliyati natijasida odamda og'iz bo'shlig'i, qizilo'ngach va oshqozon raki kelib chiqishi mumkin. Va albatta eslatib o'tishim kerakki, ovqatlanish gigiyenasi buni hammasi o'rtasida eng muhimi hisoblanadi. Ya'ni kun davomida 3-4 marta ovqatlanish yoki juda ham sho'r, juda ham achchiq ovqatlardan qochish va juda ko'p va juda kam ovqatlanish ham hazm qilish faoliyatini yetarli darajada buzishi mumkin. Agar bu videoda o'rganganlaringizni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI dasturini yuklab oling. Dasturda testlarni yechib, mavzuni qanchalik tushunib olganligingizni bilib olasiz. Hamma video darslarining testlarini yechib chiqadigan bo'lsangiz, sizga kurs sertifikatini beramiz. Kurs Telegram kanalida esa video darslarning qachon chiqishini bilib olishingiz mumkin. Qo'shimcha materiallarni ham tashlab boramiz. Barcha havolalar video ostida.